Ukam Tashiyevga, uni yon belidagi xizmatkorlarga, mana shu hukumat raisi, qo'mmi nachalnigi vizitkasi bor menda bu bolalar. Mana nimasini berib qo'ygan, vizitkasini berib qo'ygan. Bu hukumat bizning administratsiyaning yetakchisi. Bardığımızlarga tereng chuqur ta'zim. Elimizga, yurtimizga, bütün mamlakatimizga rahmat. Buni qarang, bir og'ir kim kelsa orqasidan albatta yaxshilik keladi degan gap bor. Mana Xudoyimga shukr, yaxshilik keldi. Kuygan uylarimiz, o'ttalgan uylarimiz yana joyiga keldi. Lekin yurakda dog' qoldi. Yuragimizda dog' qoldi. Endi elimizga, yurtimizga, bütün mamlakatimizga, yer yuziga Alloh taolo tinchlik bersin. Amin. Ey Robbim Alloh Parvardigor, o'zing hozirsan, nozirsan, qodirsan.